foydali xariddan foydali lokatsiya, jonzotlarga, aksessuarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Qoraqamish qush bozoridan sal o'tgandan keyin Anvar Don magaziniga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda hamma narsa optim narxda ekan. Men o'zingizlar ko'rib baho berishinglar mumkin narx-navosiga. Mana mushularni olib yuradigani bormi? Mana bunaqa o'ynatadigan narsalari bormi? Mushularni bunaqa chiqadigan narsalari bormi? Voy, xullas bu yerda yem idishlari bormi? Bunaqa narsalari bormi? Tegi qumlari bormi? Xullas bu yerda qapasli sotishar ekan. Hop, bu yerda akvariumning отделi ekan, akvariumlar bor ekan. Xullas bu yerda optim narxda ekan. Hamma narsalar kelib bemalol foydali xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum foydali xarid obunachilari. Bugun yana mushularni obzor qilishni davom etamiz. Bugungi lokatsiyamiz Qoraqamish qush bozorida. Ozgincha o'tgandan keyin Zooterrarium magazini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum okajon, xormaylar. Rahmat. Mushularni obzor qilib bering, narx-navosi bilan. Bo'ldi, xo'p, mana bu sotuvimizdagi ikkita birinchi linkdagi mushularimiz amerikanskiy ragdoll. Bu mushuchalarimiz juda ham noyob. $800 dan $1000 berib yuboramiz. Shotlandskiy zolotaya shinshilla fold. NY11 rasvetkasi, jinsi qiz 2 oylik. Unga $300 so'raymiz. Mana bu mushularimiz bo'lsa O'zbekistonda juda ham noyob mushulardan bittasi kalta oyoqchali amerikanskiy munchkin parodalari. Bularning narxi $550 so'raymiz. Bu mushugimiz shotlandskiy Highland Fold, rasvetkasi cerebristый shinshilla, jinsi qiz 2 oylik. Xo'p, bu mushugimizga ham $300 so'raymiz. Uni yana kelishtirib chiroyli narx qilib beramiz inshaalloh. Buncha mushugingizga allambaloyo, nomi nima? Quloqlari ham g'alati. Xo'p, bu mushularimizni amerikanskiy Kerl, rasvetkasi rejim mramor rasvetka, yonidagisi черепаховый rasvetka bo'lsa, bu kinkalu degan paroda. Bu mushu O'zbekistonda barmoq bilan sanarli. Amerikanskiy Kerl misolida talqin qilsak, O'zbekistonda bir 30-35 ta tozaxona bo'lishi mumkin, lekin mana bu kinkalu nafaqat O'zbekiston, kerak bo'lsa butun dunyo bo'yicha juda ham redki paroda hisobida o'tadi. Nimaga sabab? Quloqlari orqaga qalin va oyoqchalari juda ham kalta. Korotka lap, ya'ni munchkin bilan amerikanskiy Kerlni seleksiyasi orqali yaratilgan. Necha pul ost bilan? Izni bilan. Xo'p, amerikanskiy Kerlga $300 so'rayapmiz, kinkalu parodamizga $350 so'rayapmiz. Oke, mana bozordan mushu olib uyga olib ketishdi-da, shularga qanaqa foydali bitta maslahatlar bera olasiz aka? Xo'p, agarda bozor hududidan bo'ladigan bo'lsa, bozor hududidan olib to'g'ri veterinarga olib borib bitta mushuni sog'lig'ini tekshirib ko'rishligisini maslahat beraman. Ikkinchi o'chirda mushuni uyga olib borgandan keyin 3 hafta ichida cho'miltirish mumkin emas. Deb mushuni yangi uyga olib borilgandan keyin karantin adeliga iloji boricha 4-5 kun addenni tegiga kafeli yopiq joyda boqish kerak. Keyin mushuni xarid qilishdan oldin egalari bilan yaxshilab maslahat qilib olish kerak. O'sha mushu eski uyida qanaqa oziq-ovqatlarni yeyotgan bo'lsa, yangi uyida ham xuddi o'shaqa oziq-ovqat ratsionallari bilan ta'minlab berish kerak. O'zgartirish kerak emas. Da, boshqa ko'rimga yoki boshqacha firmani ko'rimini berish umuman mumkin emas. Mushuni oshqozonni hazm qila olmay qusib, ichga ketib, panus bo'lib qolish ehtimoli juda ham ko'p. Mushular o'sha 2,5 oylik paytdan boshlang'ich dorilarni, infeksion kasalliklarni bemalol olish boshlanadi har 21 kun ichida. 3 marta infeksion, eng oxirisida quturishga qarshi dorisi ukol qilib qo'ysa bo'ladi. Har 3 oyda gija dorisi. Qo'lni tishlayapti mana. Ey, tishlama. Kel bu yoqqa. Bittasi boshimga qo'yib oldi. Nech pul mash qushinglar? Xo'p, bu qush $330 so'raydi. Parasini-da? Bittasi. Gapirmaydimi bu? Bucha endi Jakovda gapiryapti. Kecha. Oti nima buni? Buniki Richi, ke. Mamaniki Jerry. Zooterrariumdan kelib olib keturasizlar. Zooterrarium lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Qoraqamish qush bozoridan ozgincha o'tgandan keyin Anvar Optim domni ichida joylashgan. Telefon nomerligini tagida qoldiramiz. Salomat bo'lasizlar. Qoraqamish qush bozori kelganimda mana shu do'konga ko'pincha kirib ketaman. Bu yerda yangi qushlar har doim keladi. Bugun yana qanaqa yangi qushlar kelganini birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum, Xormiy aka. Yana keldi oldingizga. Nima yangiliklaringiz bor aka? Eski Aleksandrskiy tankamiz bor. Hech bilan bilan. Oyoq bilan.
400 dollar qilib beraman. Jakko modamiz bor. 5 yoshligi. Zo'r idealni bizga xudo xohlasa. 1200 qilib beraman siz obunachilaringizga. Xudo xohlasa qimmatroq so'rayman. Hop, Jakko parcha 2000 dan. Hop, oqanjirli bor. 800 dollar parasi. Ko'kanjirli 550 dollar. Hop, balotniga ko'k para chiqqani bor 400 dollar qilib beraman. Krasnoy kril bor. Hop, Krasnoy krilingiz 650, final 300 dollar. Hop, Krasnoy razeli 150 dollar. Pepsi Atlas'ni 100 dollar. Mana malado'lar aka, mana bular malado'lar. Hop, bular 850 dollar qilib beraman. Donasi. Ha. Katta parasi, ruchnoy paralar ham gapiradi, ham ko'payishga molligi, 5 yoshliklari bular. Bularni 2000 qilib beraman parasini. Ko'payadi, bola ochadi, Besh mahalla piradda aka, ertalabdan kechgacha kashasini berib boshida. Menga mehr berilgan, tarbiya qilingan aka. Jakko, mana to. Idealligi bo'yicha zo'r. Nech pulga narsa aka? 1500 dollar qilib beraman aka. Samka 5 yoshli, 60 tadan oshiq so'zi bor. Parcha komplet. Hop, siz obunachilaringizga 950 dollar qilib beraman. Tayyor. Tayyor. Uylari, dublonkalar hamma narsa o'zida bo'ladi. Cho'qmaydimi bu? Yo'q. Idealni ruchnoy. Menga kelmasa kerak hozir. Ya sizga ham borlar. Ozgincha anaqa qilish kerak. Ovqat bersam sen o'zing oldin qilib qo'yib Oy, молодец. Hech bir yo'q. Kim yig'ib beraman? Bu boshlar keldi. Jakko. Nech pulga bular aka? 850 dollardan qilib beramiz. O'zi 900 sotamiz, siz obunachilarga 850 dollar. Tarmik hisoblanadi. Haftada bir marta xonaki sharoitda asal berib turiladi. Harakat tezligi uchun, ko'rasizmi? Qo'llar uchun. Bular rabochiy para, bola bergan qushlar. O'g'ani bolasi o'sha mashq qushlardan chiqqan. O'g'ani. Bo'larimi 800? Mayli, bir nima o't beraman sunnatiga, nima mo'ljal. So'rang yoki bozordamiz, ozgina o't beradigan joyimiz bor, xudo xolisi. 3 mahal kashada 4 mahallani 500 bo'ladi. 30 grammdan chiqyapti. Zo'r. Nech puldan bular? Bularni 200 dollardan qilib beraman. Uyda bolalar bilan xosligiga boqilinadigan bo'lsa, bolalarni ham mehrot suradi, jonli narsalarga qapas saqlash kerakmi? ya konteyner qilib oladi. Moqsi bo'ladi. Ha, konteyner, o'z qulay konteyner. Hali qilib qo'yib qo'yiladi. Ha, apilka yoki mushuntagiga soladiganlardan solib qo'ysa bo'ladi. Namala nerasishga jo'jalarimiz. Bular 400 ming so'mdan ruchnoy. Apply yuvinglar. Bo'ladi gapirtirsa. Много светний лорики. Paka. Cho'chidan andana. Ha.